Assalomu alaykum. Siz Topkapsh kanaldasiz. Bugun sizga 2024-yildagi dunyoning eng boy 5 odami haqida aytib beraman. Ularning boyligi sizni hayratda qoldirishi aniq. Keling boshladik. 5-o'rin Warren Buffett 93 yoshda, hali ham kuchli investor. Uning boyligi 128 milliard. Buffett Berkshire Hathaway kompaniyasi orqali milliardlarni boshqaradi. 4-o'rin Larry Ellison texnologiya giganti, Oracle asoschisi, boyligi 130 milliard. U yirik IT kompaniya investori hisoblanadi. 3-o'rin Jeff Bezos Amazon asoschisi. Hozir kosmosga chiqayotgan Blue Origin ham unga tegishli. Boyligi 160 milliard. U bir paytlar faqat onlayn kitob sotgan edi. 2-o'rin Bernard Arnold fransiyalik moda imperatori. Louis Vuitton, Dior va boshqa brendlar unga tegishli. Boyligi 200 milliard. 1-o'rin Elon Musk Tesla, Space Link. U nafaqat boy, balki kelajakni yaratmoqda. 2024-yil holatiga ko'ra uning boyligi 220 milliard. Siz kimni eng zo'r deb bilasiz? Izohlarda yozib qolding. Obuna bo'ling. Biz dunyoni birga kashf qilamiz. Bu siz bilan Topkapsh.